sifatli qilib ishlangan do'konimiz 23 million so'm narxi 3 ga 3. Assalomu alaykum aziz Kattaqo'rg'onlik aka-ukalar. Do'konni qaranglar qanaqa chiroyliligini. Xullas, bugungi obzorimizga mana shunaqa ko'chma, yengil konstruksiyali do'konlar bo'ladi. Lokatsiyani tushuntiraman qadrdonlar sizlarga. Kattaqo'rg'on shahar Nur Aziz restorani bor to'g'riga payshanba krugi desagan bo'ladi. Toshkent Petakdan shunday kilourgandan 300 metrdan kelgan lokatsiyamiz joylashgan. Yo'limiz M37-yo'l trassa. Bo'tkalarimizni xohlagan razmerda qilib xullas yasab beradilar. Dastavkalarimiz esa O'zbekiston bo'ylab bor. 150 kilometrgacha dastavkalarimiz tekinga, 150 kilometrdan o'tadigan bo'lsa narxlari kelishilib olinadi. Hamma joy profildan oldilari akva tipalari xullas sifatli tunuka shifrlar bilan yopilgan. Mana ko'rinishiga o'zlaringiz baho berasizlar. Narxini oxirida aytaman qadrdonlar. Bunisi ham 3 ga 6. 3 ga 6. Xullas, mana ichini bitta ko'rsatib o'tay. Mana ichini ko'rinishiga qadrdonlar baho berasizlar. Juda ham sifatli qilib qurilgan. 3 ga 6 tak razmeri. Bu bo'tkamiz mana kichikroq xohlaganlarga 3 ga 3 bo'tkamiz ham bor. Bunisini narxini ayta qolamiz. 23 million so'm narxi. Qadrdonlar, bo'tkalarimizga juda ham sifatli materiallar ishlatilyapti. Xullas, profillarimiz 10 ga 5, rossiyskiy profil, stenkasi 2 li dedilar. Rekalarimiz ham 4 ga 5 rossiyskiy rekalar. Utepleniyasiga pol pataloy va devorlar bilan steklovata ishlatamiz. Biza pukak ishlatmaymiz dedilar egalari. Mana steklovatalar va yana dekorlariga kelsa 30 ming so'mlik dekor emas, 60 ming so'mlik sifatli dekorlar ishlatilyapti. Polimizni taxtasiga kelsa 2,5 li shpun taxtalar ishlatiladi. Xullas qadrdonlar, a'lo sifatli mahsulotlar ishlatilyapti bizda. Narxi 42 million so'm. Bunisini narxi 3 ga 6 razmerimiz, narxi 44 million so'm. Qadrdonlar, bo'lib to'lashga bank qilib beramiz dedilar shu pulga. Agar narxga sotib olaman desanglar, bo'tkalarimizni 44 milliondan 42 milliondan o'tib beradilar. Xullas, kimga qiziq bo'lsa, egalar raqamini pastga yozib qoldiraman, bemalol telefon orqali bog'lanasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuninglar xayrli va barakotli o'tsin.